Hammalarga assalomu alaykum bolalar. eFootball Power kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda meni mehmonga chaqirdilar o'zlarining kanallariga. Har doimdek postlarda pack opening bo'ladi bolalar. Обязательно like bosib qo'yinglar. Barchalarga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan o'sha Versa aytganda eFootball kanali. Tak ko'ryapsizlar o'sha har doimdek pack opening an'anaga muvofiq bo'lib ketdi. Qarang, hozir ochamiz. Jude Bellingham kelgan. 103 bo'lishi kerak menimcha. Ana o'zi ko'rsatyapti. Qarang, shuni ochamiz hozir. Kim tushirgan qani, kimi qo'li omadli, kim ko'tini yuvmagan, shuni ko'ramiz hozir. Voy, boschi qanday? Birinchi men boshlab beraman bolalar. Eshitchi birinchi postlar bilan tanishadigan bo'lsak, bolalar ko'rib tushlaringiz mumkin. Postda eng yaxshi ko'rgan o'yinchilarimdan biri Bellingham, Wirtz, Garcia, mana bu Moiskin 100 yildan beri futbol o'ynaydi, lekin hali ham yoshi 25 yoshda eng qizig'i va shunaqa o'yinchilar kelgan bolalar. Mana shulardan eng muhimi bizga kim? Eng muhimi hozir bu yerda Wirtz bilan Bellinghamda. Men lekin qiziqishga Javon Garsiani ham aytgan bo'lardim, chunki bilasizlar yaxshi o'ynaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Xullas, let's go. Men boshlab berganman birinchi bo'lib turib olar mana qani sizlarga ko'rsataylik mana. Qanilar. Omadbek, Versabek deganlar mana shu bo'ladi. Qani go. Bittada Bellingham ushlamasang, qani? yeysan hozir. Davay, chivardi akalar, aytibman, ko'tini yumaganda. Omadbek akkauntiga ushlaydi faqat bu. Sossisi. Cook degan kim bu kim? Nima kerak? Bilmayman bu hozir. Kim? Hozir ko'rasizlar. To'g'rilaymiz. Keyin zapis ketayotgan ko'ramiz, ketobdi. Bo'ldi, bundoq qilamizda. 100 dan atmay qilib turib, qaranglar. Usul. Usul teng usul bu minus akalar. Tushmaydi baribir, ko'rasizlar. Davay. Bellingham! Ko'tni yurish kerak, ko'ryapsanmi, sossi? Endi omadsizlikdan keyin omadsizlik bo'lishi kerak. Bu tabiiy hol bolalar. deb kulib qo'yadi. Ko'ryapsizlar, akalar. Omadsizlik. Shunaqa akalar. Endi mayli, Wirtz tushaver bo'pti mana. Wirtz tushabdi. Hozir menga 1 yulduzli o'yinchi ishoning, chunki omad hozir kelibdi. Farqi yo'q, basa. O'zi qanday omad qanday. Narigi stadion bilan bu stadionga yozibdi-yu. Davay, bu boschi qani ko'raychi. Ama Isak Hiyen degan odam tushmasa bo'ldi ishqilib. Qani bolalar usulli jinnisi Moiskinga kiramiz. Qanday 25 yosh. Xullas bolalar, Moiskin bilasizlar 100 yildan beri futbol o'ynaydi, lekin yoshini ko'rib tursangiz mumkin, hali ham 25 yosh. Tug'ilgandan beri bu o'yinchini ko'rganman, lekin hali ham futbol o'ynayapti. Eng qizig'i bolalar nunmayli. Lekin men maslahatim Moiskin tushgani yaxshi bola, bilmayman. Juda prosta qiziqishga. Qanunda let's go. Omadbek Qo'lbek faqatgina o'zim akkauntda ishlamaydi, ko'rib tursangiz mumkin. Sizlarga let's go xullas. Kim bo'lsa Mo'zikin ushaversin hozir shu ko'ringlar hozir. Mana, Mo'zikin tushdi o'zi. Aytibman-ku. 90 yo'q, hujumchi tushdi, yaxshi ko'ring. Moiskin mana bolalar 100 yildan beri futbol o'ynaydi, lekin hali ham qaramagan. Eng qizig'i, eng yaxshi o'yinchilardan biri, nega bilmayman, lekin W. Futbol bo'lsa ham sizni xullas yakba-yak bugun bolalar birga bir bo'ladi. Bekorga birga o'tirganimiz yo'q. Birga bir potiflarda bo'ladi bolalar. Mana potif men ko'rinyaptimi yo'q bilmadim, mayli. Let's go, kiring endi. Shunaqa, qarang. Hozir bosamiz, birga bir o'ynaymiz. Pot sostav qo'yib olaman. Endi men bu Crashback akkauntimdan pot sostavimga o'tib olaman. Eslicha montajda bolalar meni akkauntimda bo'shlash mumkin va shu. Let's go bo'ling tezroq. Pot pack opening dan keyin. Qanani разрешение sostav degan. Buni topganlaring menga deydi. Potov. Qarangchi. Hoppa, ana bu taktikalarni ham mayli keyin o'zgartirib olamiz. Chaqirdim durust bilan. Xullas bolalar, mana biz birga bir komitaga kirib oldik bolalar, ko'rib tushlaringiz mumkin. Pot sostavga qarshi pot sostav bo'ladi, bilasizlar. O'tgan safar ham YouTube qo'yganman, bu safar ham xudo deymiz, muammo emas deydimi. O'tgan safar yutmadi, aldayapti bu. Xullas, menga gapirmaydi, sizlarga gapiradi bu. Bellingham necha bo'lar ekan? O'yinga qo'ying yangi o'yinchilar endi. Nima biz? Hozir to'g'ri. LPZ Rashford ko'rib o'tiramiz. Так, hoppa, nima bo'lib ketdi? Qariya dikkat qilsangiz qilamiz va ko'rib tushlaringiz mumkin. Omadli qo'lim bilan Moiskin. Dunyodagi eng zo'r o'yinchi vashi nima? Bellingham number 1. Qani gol necha bo'lar ekan? Bellingham bolalar ko'rib tursang, oh my god, 102 bo'lmaydi. Oldingi kartasi adashmasam 104 bo'lardi maksimum. Lekin bu ham normal menimcha. Aporni ham tushibdi mana akalar. Vashi yaxshi. Vashi dahshat. Bo'ladi. Chotki bo'ldi menimcha. Bizning o'yinchilar tayyormi? Menda hammasi tayyor. Bo'ladi, bo'ldi. Tak, bizda 102. Mana kim bu? Mana bu. Hiroshima Nakatami kim bu? Okazaki Badadashiki. Tursin bu kerak emas. Let's go bosing. Xullas, bolalar hozir birga bir boshlamoqdamiz bolalar, bilasizlar har doimdagi. Neymiz? Tengsizlikda tengsizga yopishyapti akalar. Nima deyapti bu menga? Nima deyapti? Bellingham lekin tushgani yaxshi bo'ldi bolalar, chunki Bellinghamda. Atak Javon Garsiya tushganda yaxshiroq tez bo'lar, chunki meni hujumlarim ko'p bo'ladi bolalar, bilasizlar. Martez kim hozir?
Noyermi? Noyer albatta. Noyer Nabiyevmi? Bloger. Noyer Nabiyev. Apaming brat yana. Let's go. Tak. O'yinimiz Emirates stadionida bo'ladi bolalar. Arsenalning stadionida agar men o'tkazgan bo'lsam, ha o'tkazgan ekanman. Old Traffordga qo'yaylik. Old Eng Traffordda zo'r stadionlardan. yomg'irli havoda, qishda bo'ladi xulos o'yin bolalar. Ko'rib tursangiz Old Trafford crashladi stadion. Короче, statistikasini ko'rsatmoqman akalar uni. Qarang, home player ekan. Bellingham. Kontrol mech 90. Hamma Ket yashil zashtasi ham bor buni. Turib berishi ham bor ekan. Uni tezligini. Tezlik zo'r, вообще. Qancha bor ekan? 82. Double touch. Polni Neymarga o'xshab double touch qiladi. Ha. Deymiz. Let's go. Men Ronaldoni qo'yibman bolalar. Esli mana Ronaldoni menga kartasi bolalar. 5lichi olaverasizlar. Let's go. Ha, shunday. Ronaldo ajal. Mana Apornini ko'rsatamiz, Kokeni. U Koke, voy, bu necha yildan beri o'ynaydi? 33 yosh bo'lib ketganmiz. Qaranglar, akalar, вообще bu ham kontrol meshlari zo'r, zashtasi bo'ladi. Normalniy bo'limini. Ko'kni statistikasi bolalar ko'rishingiz mumkin. Ko'rdik уже, deydi. Короче, mana Kokeni statistikasi, bu ham dirijor, boks to boks ekan. Lekin aporni qilib qo'ygan. Nega shu apornilar boks to boks qilaveradi? Tushunmayman, bor. Lekin bu yoqda hozir hujumchi Moizekin o'sha 25 yosh, versa aytgandaqa, bunyod aytgandaqa, o'sha 25 yosh, 100 yildan beri futbol o'ynaydi. ha, umeni ham 90. O, statistika hujumchiga mos chiqarilgan. Oho! Double touch Zo'r akalar. Double touch bor ekan, passish Ronaldo ham bor. Double touch bo'lsa, unda vashcha zo'r ekan bolalar. Qani, let's go. Menda ikki infinlar bor. Bo'pti, bas. Yoramiz bolalar. Kukurlar qo'ymoqchi edim, ajal bo'lmaydi, mayli. Hozir bor. Gapirishga o'z o'ynaydi, mana o'z o'ynaydi, qarang. O'yna. Qani? Internetimiz cho'tka ishlayapti bolalar. Boydan beri aylanib turibmiz, ko'rishlaringiz. Oppa, Boshlandi. Old Trafford stadionida yomg'irli havoda bizning Minecraft legendalari o'yinni boshlab bermoqda bolalar. Albatta. POTV bilan FS Power. Nomini qaranglar. Wow, stadionni qarang, crashligini. Wow. Let's go. Endi stadionda ana wow. Laglar bilan o'yinimiz boshlanmoqda. Qani, let's go. Ronaldo, past trainer. Lamin Kamal. Art of passing dedim bu yoqni. Ronaldo, zarba. Van Dijk. Timbermi? Bellingham. Bellingham yutqazdi deb olishdi. Eng qizig'i, heading skill bilan kelgan Bellinghamga mana Noyer yaxshi. Ular Noyer bu. Qani, mana Moiskin bola. Eng Minecraft vashi umuman dunyoning legendasi. Marcus Rashford. Aytmoqchi, yangilikda aytib o'tib ketaman. Rashfordni Showtime kartasi kelyapti akalar. Friga. Lekin De Bruyne'ni olganlar yaxshi. Tezlik yo'q ekan. Tezlik 85. Mavs ekan. Playmakerga bo'ladi-da. Okay, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal. James. Mbappe zashtada. Sxemes qanaqa? 4-2-2-2 emasmi? 4-4-2. To'xtatmay tashlaymiz. Voy, ma dedim ularga. Ma. Ol hujumga o'tib olaver dedim-ku. Qayna bolalar. Hop, voy, ikki info ham. Nima bo'la? Bellinghamga qarshi ikki info bolalar. James Fabregas, Alfonso Daviesga qarshi. Hop, ajal bo'lamiz lekin mana bu yoqqa patkat. Men bu Luka Modricga bergandim lekin to'g'ri aytsam pastda. Lekin Koke, Kokeni ko'rakchi. Koke chichir. Qani Martinelli. Yo'q. Yaxshi zarba bo'ldi. Birinchi xavfli vaziyat bolalar. Sal qoldi-yu. Sal qoshiq ozgina qoldi, lekin bo'lmay qoldi. Invalidmi bular? Akalar ne o'ynamayapti bu? Kuchliroqlarga qarshi o'ynash qiyin bo'ladi-ku shunaqa. Hop deb qo'yamiz akalar. Kimni Endi tanlaymiz? turib, ukazani debman, tak игровой stilni bunaqa qilib, tilini pasport qilib ko'raylik. Anaqa bo'lar ekan. Whole player deb adashgan joyim men apiz qilib qo'yibman. 4-1-3-2 bo'lib qoldi taktikamiz. Yaxshi o'yin ketyapti. Aytdim-ku sizga, ana javongarcha tushgan ancha foydaliroq bo'ladi. Okay, Martinelli, Modricini, Turamini, Ronaldinho, qayna bo'ldir. Ikki info deb boshlaymiz, ketdi ana. Kalunkan og'ib qo'limizga. Opa. Давай. Oho, Alfonso Davies. Laglar dunyosi bu dunyo deganlardek, qani let's go Marcus. Jude. Lamin Lotta. Kalunkachi, let's go. Oh my god. Bellingham yaxshi ekan bola, Zashtari. Bellingham zo'r ekanligi haqiqatan. Zashtari ham. Davay endi mana buni, Moizekin. Moizekin bir marta bitta narsa aytaman akalar. Короче, Evertonda murabbiy Carlo Ancelotti bo'lgan. Moizekinni zaxiradan tushirgan.
Keyin o'yini yoqmaganmi bilmadim. Yana zaxiraga olganda. Google faktorim bo'lib turadi. Lamin Yaqin Yamal, chiqib ketgan keyin. Van Dijk, Maguire yomon joyda edi-yu. Van Maguire. Okay. Oh my god. Okey. Yo'q, pas qaranglar. Aha. Shunaqa bo'ladi akalar. Voy bu ko'ryapsizlarmi? Kar pir deydi, lekin mayli akalar, hozir siqilmaymiz endi. Yo. Shuncha hujum qildim-da hozir. Eshitamiz. Shuncha hujum qildim, bitta hujum qilib bo'lib ketdi. Kanami siz tarafda baribir bilaman. Kanamini o'g'li emassiz, lekin o'g'lisiz. Soqol qo'yganmi? Qaynoq haram playni boshlamayman, linga play haram play. Sossi. Mbappeni qo'yaylik biz nima? Mbappesiz no command no funny. Yo'q, mana Rimbay biz ham aytdi. Vinetto yuz bar ekan-ku. Yo'qda voh, bizda ochiq ana ular ko'p ekan-ku. Ey, put bo'yicha nomer demak biz komandamiz akalar. Har hafta pot boshladi. Har hafta. Ko'rishlarim mumkin, eng birinchilardan boshladilar. Bolalar shuning uchun обязательно obuna va like bosib qo'yinglar. Bunaqa mehnatga endi like bosmasang uyatda jigarlar. Okay, Luka. Jakabek. Lamin Yamal, seni gol urishing vaqting keldi, jigar, men seni his qilyapman. Bunaqa davolta chiqsang, agar xato bo'ladi-yu, lekin mayli, Lamin. Voy, rikoshet kirib ketdi. YKF bolalar. YKF. Bekorga aytmagandim sizlarga. Ekranlarga, akalar, ekranlarga bunaqa tegyapti bor-ku. Yomg'ir bo'lyapti. Yaxshi gol bo'ldi bolalar. Adashmasam, Zashnik kim bu? Qoravoy ishq bo'shanga tegib gol bo'ldi bolalar. Qanaqadir g'alati gol bo'ldi, lekin mayli. Alfonso Davies chiqib, qora yetdi. O'sha O'tgan videodan chiqib olgandim. Ashsha gap bo'ldi. Afsus. Mayli. Biz to'xtamaymiz akalar. Tengsizlikda tengsiz, har doim tengsiz. Mo'yza ikkinchi chiqoq. Araujo. Voy. Okay. Yo'q, ketdi. Beli. Pas. Opa, yaxshi. Zo'r to'shar ekan Bellingham, akalar, Bellinghamni olinglar. Ola olmasanglar ham olinglar, bor-ku. Moiskin 100 yildan beri o'ynagan bola. Menga tushganda ajal qo'yaman. Oyna ketdi. Ronaldo, Luka Skodrich, Martinez. Nima qilib yuribdi bu? No your style deb qo'yaman. Okay, Vinicius, Chimpanzini, Bananini, to'xta. Oppana! Bo'lyapti. Akalar. Voy, udardi bor, his qildi barotamiz. Ter Stegenni pensiyaga chiqarish kerak. Allaqachon bilasizlar, Jon Garcia hayotda ham joyini egallab qo'ygan. Nima qildi bilmadim hozir. Просто wow, muncha chiroyli bo'ldi deb aytdi. Muxlisman sizga deb. Shunday. Kokchu. Barsachilar shunaqa. Kechiringlar akalar, barsachilar. Okay, Mbappe. Olasizlar, kechirmanglar dedi. Qo'ytar, hay. Noyer bu, endi bu 37 yosh. Noyer Nabiyev, yaxshi. Sev qolmadi, yaxshi. Yoshi ham bir terishligidan yoshda, qarida. Aytdim-ku, Mbappe qo'yildi degan bu comeback degan bolalar. Davis. Hali ham biz Rodrigoni qo'ymayapmiz akalar. Yugur endi sossa mana qora mayli akalar, afsuslar. Qora tanli. Inson. Qalbi pok. Wow, YKF, to'xta. Tepsak bo'lar ekan. Marti, Ronaldo, Mbappe. Ronaldo 100 ga kirgan kuni gol etib tashlash mumkin bo'lar, to'g'ri. Okay, Nuno, bolalar, Lamin Yamal dajali. Opa, kira olmadik. Vinicius. Pas. Yaxshi. Bellinghamga gap yo'q akalar. Bellinghamni olinglar. Menga ham yoqibdi, lekin raqib sifatida ham. Mana Sossi mana shu Alfonsoni almashtiringlar lekin. Unaqa paslar bermanglar keyin. Yaxshi. Double touch qilinmadi, ko'rdinglar. Let's go. Bellingham yana. Ruka teglanishdi bor. Ruka ham bo'ldi lekin. Kanamida ruka yo'q. Rukadan qo'shsa o'yinimiz qiziqroq bo'larmidi deyman-da. Ko'p to'xtalish bo'ladi. Shuncha ruka qo'shmagan. Yugurim o'zi keyin. Oxirda Lamin, nima qilyapsan, Lamin? Ronaldo charchab o'libdi bolalar, lekin o'pka tushib qopti yarim yo'lda. Shuning uchun biz Mbappega bera olmaymiz. Trevorning nima? Atvale, damale o'tibdi. Bolalar dajal Nuno Mendes bolalar. Okay, opa. Ichkariga cross qilish mumkin. Ichkari
Kroos Shunaqa bo'lyapti akalar, короче. Kroos g'alati bo'ldi bolalar. Bizda hozircha дополнительный, ya'ni qo'shimcha vaqt bolalar. Vaqt bor. Yo'q, bora, voy, bu Bellingemni tushir. Bu Bellingemga tegmanglar. Zo'r ekan Bellingham degan qiz. Ha. O'rtaga qo'yamiz. Bo'ldi mana. Zo'r o'ynaydi u, bor-ku. O'rtani ushlab beradigan Kokeni almashtiraman, ming baribir. Okalar. 100 kilo o'ynadimi? Apornida o'ynar ekanman bu. Bo'lmaydi lekin. Bu Koke turaversin bu. Baribir tushgan yangi post qiziq bo'ladi deyapsanmi? Lekin Shunaqa ko'kay ekan. bo'lmas ham oldin. O'yinni ham ko'ryapsan. Davdirov naqni bosh aylanib yurdi. Yarim yoqda. Mo'yzikin ham uncha o'yna olmayapti, to'g'risi. Ko'ryapsizlar, Mo'yzikin chiqaryapti. Va ana Koke. Mbappe bilan Holland. Yilning o'shalari xullas. Let's go. Ichkariga Dembele tushdi o'yin bolalar o'yinga. Dembele oltin to'p so'rindori yana bir. Oy. Van Dijk, Van Maguire. Dembo. Davay Koke. Olib qo'yasan, yaxshi. Orqaga yig'ildi. Ya. Rodri, nima bo'ldi? Rodri deb. Rudiger, Rodrigo. Joao Pedro. Qo'ytar. Yaxshi. Zo'r sakradi Joao Pedro, lekin men Nuno tishib berdi. Davay. Yaxshi. Appa biyingni. Pedro Invalid ekanman. Mo'yzikin olmanglar bor. 100 yildan beri futbol o'ynaydi endi nima qilsin? 100 yildan beri u qarimaydi endi. Nima u? Futbolni ko'rish boshlagandan shu bolani ko'rardim. Futbol ko'rmasam shu bolani Men ko'raman. 50 ga kiraman akalar. O'shanda ham 25 yosh bo'lib turgan bolalar. Mo'yzikin. Haqiqatan qatli o'zi. Mo'yzikin belgiyalik bo'lsa kerak menimcha, men bilmadim. Afrikalik emas. Yo'q. Okey. Yuguramcha, ketdi. Jamesdan xatochi Rodrigo. Tep, aylantirsak bo'lar ekan mashqda, bor-ku. Pedri. Rodri. Voy, yaxshi Van Dijk olmasang dedi lekin bor. Bosib qaranglar. De Bruyne tushdi baribir. O'ziga qaytar, Mo'yzikin. To'xta! Pas. Rodrigo! Rodrigo meni kulchimda akalar baribir. Endi bilasizlar-ku, bu kulchni vashshe yorib tashlaydigan. O'sha garaj bo'ldi, bu yog'iga izohga hojat yo'q. Holland tushdi akalar. Yugur Rodri. Rodri deymiz endi, ming baribir. Bu yoqqa. Ko'kin muncha oyoq oldi, onasini bolasi. Ko'kin oyoq uzun ekan, to'g'risi ham. Long-reach tekili bormi deyman-da. Yo'q. Ha, Ayting yo'q. Manimcha. Rodrigo ko'chirib qaranglar, Rodrigoni. Chalib tashladi akalar, bermadi lekin. Ya bu yerda toza o'ynadik, lekin omad kelib qoldi deymiz. Shunaqa akalar. Ko'rdinglar mana. Hujumda qayerdir? 7 ta zarba, 4 tasi aniq, to'g'ri. Aniqlik yo'q, lekin Mana. ikkita save bor. Mani vartimda 0 ta save, Ter-Stegen pensiyaga chiqish vaqti keldi jigar. Deyishlari mumkin, lekin bu gaplarga qo'shmayman. Save qilmabdi. Haqiqatan ham bor. Tepsa gol bo'lyapti ekanda birodarlarimizga. Qarach ko'rdinglar mana akalar, open pack plus gameplay bo'ldi. Chotki gameplay bo'ldi. Keyin aytmoqchi, mana bundan kim tushdi? Kommentga yozib ketinglar, mana bu kim tushdi? Bittasini ham tushmadi, ko'ryapsizlar. Mana bu yerda Zanettin tushib berganda keyin mana bu Xabi Alonsoni top olganimizda zo'r bo'lardi. Filippo Inzaghi ham menimcha qizig'roq o'yinchi ketardi. Inzaghi Inzaghi desam. Inzaghi bo'lmaydi. Menga vallahi yana bitta omadim maqtan ketay, o'zim akkauntimda bolalar ko'p tushlaringiz mumkin. Bu butun umr omadli bo'lgan akkauntim. Qani edi? Yo'qotib qo'ydim, mana. Mana bolalar ko'p tushlaringiz mumkin. Stefano Fiorini degan vrachga tushgan. Shunaqa akalar. Bu lekin kerak emas, lekin mayli bolalar. Zenitdan ko'ra yaxshiroq emas, lekin let's go. Xullas bolalar, menimcha videolarimiz o'z oxiriga yetdi. Joningiz sog' bo'lsin akalar. Sog' bo'lasizlar akalar. Tinch bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Let's go.